Agar siz pulni boshqarmasangiz, pul sizni boshqaradi degan ekan buyuk moliyachi Bodo Shefer. Ko'pchilik tadbirkorlar hayron bo'ladi. Nimaga foydam bor-u, pul shodda yo'q? Bu farq chiqishini sizga 1 daqiqada tushuntirib beraman. Foyda va pul. Bu asosiy o'sha ikkita hisobotlarda aks ettiradigan ko'rsatkich. Birinchisi foyda va zararlar, profit and loss deyiladi. Ikkinchisi pul oqimlari to'g'risidagi hisobot, cash flow. Demak, profit and loss foyda, pul qoldig'i va harakati bu cash flow. Ularning orasidagi farq birinchi asosiy sababi bu nima? Qaranglar, siz mahsulotingizni sotdingiz, ya'ni xaridorga yetkazib berdingiz, albatta foyda va zararlar to'g'risidagi hisobotda daromadni tan olasiz. Daromad esa foydani oshiradi. Biroq xaridor hali pul to'lagani yo'q. Demak, pul kirimi 0 ga teng, ya'ni pul kelmagan. Daromad bor, pul kelmagan.